Erimda ham musiqa. Как это прошу прощения, какое действие приглашает? Да, на собрание. Ko'p chiqdik prezident oldilariga. Juda qiyin. Mana qarang, prezident sizga полный поддержка beradilar. Alisher nima desa ham aniq beraman deydi sizga, to'g'rimi? Har doim. Kichkina resurs bilan qanday biz effektivlashamiz? Ya'ni Ishimizning bu haftagi asosiy aspektlari bo'yicha sizni maslahatlaringizni olmoqchi edim. Payshanba kuni hurmatli prezidentimiz Xorazm viloyatiga safarni amalga oshiradilar. Men sizga deylarmi? Mana Qoraqalpoq qizlarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir venchurный fond prezident ochib berdi. Venchurный fondga 10 million dollar qo'ydilar. Ishlanglar, qo'ymanglar hech kimga. Dodda borib olinglar. Hamma eshiklarni ochinglar. Hamma bor bilimingizni ishlating. O'zbekiston uchun, O'zbekiston qizlari uchun, dunyo qizlari uchun. Marrani baland oling. Prezident har qanday yordamni ayamaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan tortib Toshkent shahrigacha nechta olishdan kelgan? Xitoydan, Ozarbayjon, Iordaniya. Прическа buzishiga harakat qiladi. Shamolni qarang. Красиво, да, поставила? Biz chiroyli. Главный инженерimiz o'sha yerda, hammasini qilib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ketizdan ulgurishga harakat qilamiz. To'rtta suv qolsa, suvlar ham to'rtta qoladi. Ko'rib chiqing, e'tiborli. Shu natijalar meni uchun yuragingizda bir boshqacha hissiyotlar uyg'otdi. Chunki qarang, bu katta missiyaning bir qismi bu baxt, bu g'urur, bu qizlarni ko'zidagi ishonch ko'rib, ishonasanki, ertangi kunimiz porloq. Chaqqon qizlar, tasdiqlayman. Prezidentdan sizlarga katta tabrik. Sizlar bilan g'ururlanadilar, sizlarni yaxshi ko'radilar, sizlarga ishonadilar. Bolachalar bilan keldim. Birga bo'lishga vaqt, bu ham imkoniyat. O'sha yo'q, nima ko'rib oling. Kostyumlar ham zo'r. O'xshagansiz. Ciao. Oldimdan bo'lmagan настоящий международный уровень. Планы очень много. 4 kun tugadi. Yana qo'shilsa, yana 5 kun qo'shaverardim. Ой, что с вами? Работал? Ой. Bunaqa muzikada. Jaydar qizman deb mana shu O'zbekistonda Jaydar bo'lib ko'p bo'lganman. Mana uchun qarab, hayotinglar yaxshi bo'ldi, o'quvchilar hayoti. Ajoyib. Siz bilan Imom Buxoriy yurtida ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Wow, thank you. I'll put it on my table. Kitobga rahmat. Prezidentimizning islohotlarini, natijalarini ko'rib turish bu juda katta baxt. Men uchun bu katta baxt, chunki har kunlarni ko'raman. Ertalabdan kechgacha ishlaydi. Dadamni oq sochlarini, natijalarini ko'rib turish men uchun bu missiya.